Assalomu alaykum. Demak, bugun optikaning geometrik optika linzalar mavzusiga doir olimpiada savollaridan bir nechtasini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi savol o'tgan yilgi 2024-yil fan olimpiadasi viloyat bosqichida 9-sinf o'quvchilariga tushgan 30-oxirgi savol. Mana 2,6 ballik. Endi odatda optika mavzusidagi masalalar ko'pincha o'quvchilar orasida murakkabdek tuyuladi. Taxminan viloyat olimpiadasida o'quvchilarning 70-80% mana shu optikaga doir masalani yozma ish qismida tushgan masalalarni ham murakkab tushunib, yechim qilishda ancha qiynalishadi. Lekin o'zi aslida bu masalalarni ishlash uchun optik yo'llarni, ya'ni yorug'lik nurlarining chiziqlarini to'g'ri chizak, bir sinish qonuni va geometriyani bir-biriga bog'lasak yetarli bo'ladi. Unchalik murakkablik joyi bo'lmaydi. Demak, mana shu masaladan boshlaymiz. Fokus masofasi 10 cm, sindirish ko'rsatkichi 1,5 bo'lgan ingichka yassi qavariq linzaning yassi qismiga asosiy optik o'qqa parallel ravishda yorug'lik nurlar tushadi debdi. Demak, yassi qavariq linza chizamiz. Yassi qavariq linza qanday chiziladi? Demak, yassi linza degani oddiy, to'g'rigina, tekisgina linza. Mana bu demak yassi linza. Qavariq linza esa demak bunday edi, qavarib turgan qismida. Mana bu demak qavariq linza. Botiq linzani ham bilamiz, demak u botib turgan bo'lishi kerak. Mana bu demak botiq linza. Bizdagi masalamizda yassi qavariq linza deyotgan ekan. Demak, bu yassi linza, bunisi qavariq linza. Mana bu esa demak botiq linza ekan. Endi bizdagi savolda yassi qavariq linza degani uchun linzaning bir tomoni yassi, ikkinchi tomoni qavariq bo'lishi kerak. Demak, mana shu bizda masalamizning chizmasi. Demak, biz masalani ishlashdan avval bitta yorug'lik nurlarining bu linzadan o'tishdagi o'zgarishlarni bir o'rganib olishimiz kerak dastlab. Demak, yassi linzada yorug'lik to'g'ri boradi va perpendikulyar tushgani uchun bunday to'g'ri o'tib ketaveradi. Sinish bo'lmaydi bu yerda. Yassi linzada. Qavariq linzadachi faraz qilaylik, mana bu tomonida yorug'lik tushsin, ya'ni bunday qilib yassi linzani mana bu tomoni qandaydir sfera hisoblanadi. Qandaydir sferaning bir bo'lagi. Uning radiusi misolchi mana bu yerda bo'lsin. Demak, unga yorug'lik tushsa, mana bunday ko'rinishda, demak uni radiusidan men normal chiziq o'tkazib o'raman. Demak, mana bu yerga qandaydir alfa burchak ostida keldimi, linzaning ichidan qandaydir beta burchak ostida sinadi. Chunki nur sindirish ko'rsatkichi n bo'lgani uchun alfa burchak ostida tushsa, bu yerdagi sinish burchagi, ya'ni beta alfadan kichik bo'ladi. Beta kichik alfa bo'ladi. Sababi sinish burchagi. Demak, n ko'paytirilgan sinus beta tenglik sinus alfa bo'ladi. Demak, alfa betadan kattaligiga sabab sinus beta n ga ko'paytgan. Mana.
Demak, bu yerdan ko'rinib turibdi, alfa betadan katta bo'ladi. Nima uchun? Chunki kichik sonni ma'lum bir boshqa bitta songa ko'paytirsakkina kattaroq songa teng bo'ladi-da. O'shaning uchun. Botiq linzada ham xuddi shunaqa. Demak, qandaydir bu ham sferani bir qismi. Misol uchun radiusi mana bu yerda bo'lsa, demak, unga ham yorug'lik keladi. Mana, demak, radiusdan unga yana normal chiziq o'tkazsam, qandaydir alfa burchagi ostida tushsa, qandaydir beta burchagi ostida sinadi. Bu ham xuddi shunaqa hozirgi gap, alfa betadan katta bo'ladi. Sababi yana sinish qonuni. Sinus betani n ga ko'paytmasi sinus alfaga teng bo'ladi. Demak, nur tushiramiz yassi qavariq linzaga. Xo'sh, birinchi bir tomoni yassi, ikkinchi tomoni qavariq bo'lgan linza chizdik. Unga optik markaz o'tkazamiz. Mana bu optik markaz. Ingichka yassi qavariq linza debdi. Ingichka ekan, ya'ni bizda mana bu qavariq qismi qandaydir x desak, u intiladi 0 ga deymiz. Ya'ni ingichkada qavariq qismining o'lchamini hisobga olmasligimiz mumkin demoqchi bu masalada. Misol uchun, yorug'lik nuri keldi, yassi qismiga, mana yassi qismiga parallel ravishda tushayotgan ekan. Demak, qandaydir yorug'lik nurlari kelyapti. Demak, qandaydir yorug'lik nurlari kelsa, yassi ko'zguga tik tushgan yorug'lik undan tik o'tib ketadi. Mana. Va endi ko'rib turibmiz, qavariq qismiga qandaydir burchak ostida tushyapti. U burchakni qayerdan topamiz? Misol uchun, taxminan yassi qismini radiusini cheksiz deb olib ketsak bo'ladi. Chunki bu cheksiz katta aylananing radiusiday bo'lib ketyapti-da. Mana misol uchun, yer sayyorasi ham juda ham katta radiusga ega. Biz o'shaning uchun yerni tekis ko'ramiz. Yassi linza ham xuddi shunaqa. Yassi linzaning egrilik radiusi r yassi cheksiz katta bo'ladi. Qavariq linzaning radiusi qandaydir o'zini son qiymatiga ega. Botiq linza ham xuddi shunaqa. Qandaydir botiq linzani son qiymati ma'lum. Endi misol uchun, o'sha mana bu qavariq linza ham qandaydir aylananing bir qismi sifatida olsak-da, radiusini misol uchun mana bu yerlarda deb olsak, o'sha yerdan men demak bitta normal chiziq o'tkazishimga to'g'ri keladi. Normal chizig'imni, demak, misol uchun radiusi mana bunday bo'la qolsin. Radius ketgan. Mana. Demak, ko'rinib turibdi. Mana bu burchagimiz qandaydir alfa burchak ekan. Mana bu burchagimiz alfa bo'lsa, bizda agar mana bu linzamiz bo'lmaganda edi, yorug'lik to'g'ri o'tib ketardi. Alfa burchak ostida bo'lib qolardi. Lekin bizda endi qandaydir kattaroq burchak ostida pastga tushadi. Nima uchun kattaroq burchak ostida tushadi? Sababi yana boyagi gap. N ko'paytirilgan sinus alfa tenglik sinus beta bo'lishi kerak. Alfani birdan katta songa ko'paytirsam betaga teng bo'ladi. Demak, alfa betadan kichikdir. Alfa kichik beta. Demak, men bu yorug'lik nurini alfadan kichikroq burchak ostida yo'naltiraman. Qandaydir mana bu yerga misol uchun. Optik o'qni davom ettiramiz. Demak, linzaning fokus masofasi mana bu f. Mana bu yer esa r ga teng. Xo'sh, mana endi biz r bilan f ni bir-biriga bog'lab olishimiz kerak. Endi men dastlabki yorug'lik nurini davom ettirsam, ko'rinib turibdi, mana bu burchak alfa bo'ladi. Ya'ni almashinuvchi burchaklar. Mana bu yer alfa bo'lsa, bu yer ham alfa bo'ladi.
Mana bu burchak esa beta minus alfa bo'ladi. Sababi biz umumiy singan burchakni beta dedik-da. Endi bu tomoniga qaraymiz, xuddi shu yerni. Mana bu chiziq va mana bu chiziq o'zaro parallel bo'lgani uchun mana bu nurni o'tkazib olsa, mana bu yer ham beta minus alfa bo'ladi. Chunki mana bu bilan bir xil bo'lishi kerak edi. Demak, biz hozir masalani yechishdan avval biz avval yassi qavariq linzada yorug'lik nuri qanaqa harakatlanadi, shuni bir ko'ryapmiz-da. Hali biz masalani yechish degan joyga borganimiz yo'q. Bu video yozuvini tayyorlashdan maqsad mana shu linzalarda yorug'lik nurining yo'llarini batafsil tushuntirib berish. Demak, mana bu hudud ham burchak ham beta minus alfa ekan. Ana endi misol uchun biz qandaydir mana bu balandlikni optik o'qqa shunday perpendikulyar tushirsam, qandaydir h bo'lsin. Demak, men hozir aytib o'tdim, linzaning mana bu o'lchami deyarli 0 yo'q. Shu sababli mana bu qism qavariq qismning radiusi bo'ladi, mana bu yer esa fokus masofa bo'ladi. Biz shundan foydalanamiz. Demak, endi ko'rinib turibdi, mana bu yer ham alfa ekan. Nima uchun desa, chunki yana o'sha gap, mana bu nur va mana bu optik o'q bir-biriga parallel, bundan o'tkazilgan chiziqlar orasidagi burchak bir xil alfadan bo'ladi. Endi biz ikkita uchburchakning tangensidan foydalanamiz. Mana bu bitta uchburchak va mana bu bitta uchburchak. Demak, shularning tangensidan foydalanaman. Xo'sh, demak, tangens alfa. Tangens alfa qarshisidagi katetning yopishgan katetga nisbat. Endi ikkinchi uchburchak uchun xuddi shunday ish qilamiz. Bu yerda tangens beta minus alfa bo'ladi. Tangens beta minus alfa. Qarshisidagi katetning yopishgan katetga nisbati. Va biz eng boshida qilishimiz kerak bo'lgan ish mana bu yerda sinish qonuni. Mana bu yerda. Demak, mana bu normal chiziq. Bunday o'tkazsak, perpendikulyar chiziq hisoblanadi. Demak, normal perpendikulyar tekislikka aniqrog'i alfa burchak ostida tushyapti va beta burchak ostida qaytyapti. Bundan sinish qonunini tuzadigan bo'lsak, bu yerda n sinus alfa tenglik sinus beta betani o'zi aytgancha. Chunki butun burchakni o'zini olishimiz kerak edi. Mana bu burchakni. Endi bizda ingichka yassi qavariq linzaning asosiy optik o'qiga yorug'lik nurlari tushyapti deydi. Biz mana bu yorug'lik nurini yonginasidan olib o'tsak, mana optik o'qdan juda ham kichik nuqtalarni o'rganayotgan bo'lamiz-da. Juda ham kichik nuqtalarda biz bilishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa kichik burchaklar hosil bo'ladi. Kichik burchaklarda sinus x bu deyarli tangens x ga teng va bu esa x ning o'ziga teng bo'ladi. Albatta mana bular gradus qiymatlari, bu esa radian qiymatlari. Demak, biz mana bu yerda xuddi shu ishni qilamiz. Tangens x imiz x ga teng ekanligidan men bunday yozaman: alfa tenglik h taqsim r. Bu yerda esa beta minus alfa h taqsim f. Va mana bu sinish qonunini ham yozib qo'yaman. N sinus alfamiz endi n kara alfa tenglik beta bo'ladi. Endi biz betani o'rniga mana bu yerga mana buni son qiymatini keltirib qo'yamiz va alfa qatnashgan xatlarga h taqsim rni qo'yib qo'yamiz, bo'ldi. Demak, betani o'rniga n alfa minus alfa h taqsim f bo'lyapti. Endi bu yerdan n minus 1 alfa h taqsim f bo'lyapti. Endi alfani o'rniga hozir kelishganimizda h taqsim r ni qo'yib o'ramiz. Demak, n minus 1 h taqsim r h taqsim f bo'lyapti.
bizda hlar qisqarib ketdi va natijada f tenglik r taqsim n-1 degan kattalik hosil bo'lyapti. Demak, fokus masofani qavariq linzaning radiusiga bog'liqlik holati shu. Endi bizda fokus masofa berilgan, nur sindirish ko'rsatkichi berilgan masalada. Mana bu ikkalasi. Bizda linzaning qavariq qismini radiusi noma'lum. Demak, biz bu yerdan radius topamiz. Radiusni hisoblasak f n-1 bo'ladi. Endi hisob kitob qo'yaylik shuni. Mayli, bo'lib turibdi, shu joyida tura tursin. Demak, buni ham belgilab qo'yamiz. Biz hozir qavariq linza qismining radiusini topishni o'rgandik. Endi masalaga qaytamiz. Masalada linzaning ichki sirtlaridan qaytmagan va linza tomonidan sindiriladigan nurlar to'planadigan fokus nuqtasi. Ya'ni mana bu. Demak, linzaning ichki sirti mana bu yer, undan qaytmagan, lekin singan. Mana. Shular to'planadigan nuqta mana bu fokus nuqta ekan va unga qo'shimcha ravishda ikkinchi fokus mavjud bo'lib, bu fokus nurlarning ichki sirtlaridan birida bir marta qaytgan. Demak, bu kelayotgan yorug'lik ham sinadi, ham alfa burchak ostida qaytadi. Demak, bir marta qaytgan va linzadan chiqib kesishgan nurlar yordamida hosil bo'ladi debdi. Demak, ikkinchi fokusni ham biz chizib qo'yamiz. Ikkinchi fokusni mana endi qizil rangda belgilab qo'yay. Alohida ko'zimiz ko'rishi uchun. Demak, biz ma'lumki bir narsani eslab olishimiz kerak. Mana bunday alfa burchak ostida kelsa yorug'lik, u qandaydir beta burchak ostida sinadi va alfa burchak ostida qaytadi ham. Xuddi shu ish bo'lyapti. Demak, alfa burchak ostida keldimi, demak alfa burchak ostida qaytadi va mana tashqarida yig'ilyapti. Biz mana shu narsani bilib olishimiz kerak ekan. Demak, bunday ketdi. Mana bu yerda ekan ikkinchi fokus nuqtamiz. F' deyman. Demak, ko'rinib turibdi. Mana bu burchagimiz ham alfa va endi mana bu burchagimiz 2 alfa bo'ladi. Endi bizda bu yerda nur yassi qismidan o'tayotgan edi. Mana shuni ham hisobga olishimiz kerak. Demak, nur yassi qismidan o'tayotganda mana bu yerda endi alfa burchak ostida qaytadi va qandaydir beta burchak ostida to'planadi. Mana bu yer demak beta bo'lyapti. Xo'sh, demak mana bu yer alfa, mana bu yer esa 2 alfa bo'ladi. Demak 2 alfa. Biz mana hashni o'chirib mana bu yerga yozib qo'yaylik. Nima uchun 2 alfa bo'ladi? Sababi oddiy. Mana bu nur va mana bu chiziq o'zaro parallel bo'lgani uchun mana bu chiziqni o'tkazib yuborsam, buni orasidagi burchak mana uni orasidagi burchak bilan bir xil bo'ladi. Demak, bu yer 2 alfa bo'lsa, mana bu yer qandaydir teta burchak deymiz. Chunki betani belgilab oldik. Shuning uchun teta burchak dedik. Mana bu nuqta demak o'sha ikkinchi fokus masofa. Bizdan ana shuni so'rayapti. Linzadan qanday masofada joylashgan deyapti. Ya'ni bizdan mana bu yerda so'rayapti-da. Mana bu qism. Chunki biz hamma ma'lumotlarni, hamma masofalarni shu h ga nisbatan olgandik. O'shaning uchun demak bizdan mana bu masofani so'rayapti. Xo'sh, endi bu yer uchun ham sinish qonunini chizsam. Xo'sh, sinish qonunini qanday tuzamiz? Demak, bu yerda ko'rinib turibdi. Mana bu nuqta uchun n sinus 2 alfa tenglik sinus teta bo'ladi. Demak, nur sindirish ko'rsatkichini tushish burchagiga bo'lamiz, ko'paytiramiz va bu yoqda nur sindirish ko'rsatkichi 1 ga teng. Bu yerda qaytish burchagi, sinish burchagi teta.
Demak, shuni ifodalab olamiz birinchi. Demak, biz hozir masalaning ikkinchi qismiga o'tyapmiz. Masalaning ikkinchi qismi. Demak, sinus 2 alfa sinus 2 alfani nur sindirish ko'rsatkichiga ko'paytmasi sinus tettaga teng. Endi kichik burchaklar bo'lgani uchun biz buni n ko'paytirilgan 2 alfa tenglik tetta deb olsak bo'ladi. Ana endi biz yana bitta burchaklarning o'xshashligidan foydalansak bo'ladi. Mana bu yerda yana tetta burchak ekanligini bilamiz. Endi h masofani f' masofaga bo'lsam burchakni tettasi kelib chiqadi. To'g'ri, buni hozir bunday davom ettirsam qandaydir boshqacha h bo'ladi. Lekin juda kichkina burchaklar bo'lgani uchun men bunday qilib o'tkazib yuborsam ham bu deyarli tettaga teng deb olib ketishim mumkin, kichik burchaklar bo'lgani uchun. Shundan foydalanamiz. Demak, h taqsim f' bu tangens tetta. H taqsim f esa tangens beta minus alfa edi. Ya'ni mana. Endi shu ikkalasini ishlab qo'yamiz va masala yechiladi. Demak, bu ikkalasini tenglamalar sistemasi qilib olamiz va kichik burchaklar uchun qo'llaymiz. H taqsim f' tettaga teng. H taqsim f esa beta minus alfaga teng. Demak, bularni yana bitta yozib olsak, h taqsim f' n ko'paytirilgan 2 alfa, h taqsim f esa n minus 1 ko'paytirilgan alfa. Endi bir-biriga bo'lib olsam, xo'sh, misol uchun pastki hadni yuqoridagi hadga bo'lib olsam, f' taqsim f bo'ladi. N minus 1 taqsim 2n bo'ladi. Chunki mana h'lar qisqarib ketadi, alfalar qisqarib ketadi. Bizda mana f' ko'rinib turibdi. Demak, f ko'paytirilgan n minus 1 taqsim 2n bo'lyapti. Demak, bizda javob mana shu ekan. Albatta buni imkoni boricha batafsilroq eng bir maydalab tushuntirishga harakat qildim. Aslida tayyor mana bu yerda taqillatib mana bu qiymatlarni qo'yib hisoblab tashlasa ham bo'ladi. Lekin maqsad bu emas. Maqsad demak nurlarning optik yo'llarini aniqlab olish. Nurlarning optik yo'llarini aniqlab tushunarli qilib belgilab olish edi. Demak, keyingi masalalarni ham mana shunaqa usulda ishlasak soddaroq chiqadi. Xo'sh, demak, videomiz cho'zilib ketmasligi uchun har bitta masalani bittadan ishlashga harakat qilamiz. Buni hisob-kitob tugatib qo'yaylik. Demak, f' fokus masofa 10 cm, nur sindirish ko'rsatkichi 1,5 minus 1, 2 ko'paytirilgan 1,5. Demak, 10 cm ko'paytirilgan 0,5 taqsim 3. 5 taqsim 3 cm ekan. Demak, hammaga rahmat. Keyingi masalalarni ham mana shunday qilib tahlil qilishda davom etamiz.